Salom, hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan qadrli fuqarolar. Bugun sizni ayniqsa dolzarb va minglab insonlarning taqdiriga bevosita daxldor bo'lgan bir mavzu bilan tanishtiraman. Bu videoda siz qaysi toifadagi pensionerlarning pensiyalari tekshiruvga tushishini va kimlarning to'lovlari to'xtatilishi mumkinligini aniq bilib olasiz. Shoshmang, chunki bu siz kutmagan va ehtimol hayotiy muhim bo'lgan yangilik bo'lishi mumkin. Pensiya to'lovlari bo'yicha kutilmagan va bir qancha insonlar uchun shok bo'lishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli tekshiruvlar boshlandi. Hukumatning bu keskin qarori minglab, balki 10 minglab pensionerlarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Kimlardir oz haqqoniy pullardan ayrilib qolish xavfi ostida turibdi. Kimlardir esa aksincha, uzoq vaqtdan beri kutayotgan adolat nihoyat tiklanishini intizorlik bilan kutmoqda. Bu tekshiruvlar nima uchun boshlandi? Ularning ortida qanday sabablar yotibdi va eng muhimi, ular kimlarga ta'sir qiladi? Mana shu savollarga bugun batafsil, har bir tafsilotini tushuntirgan holda javob beramiz. Ushbu ma'lumotlar sizni himoya qilishga, o'z huquqlaringizni bilishga va kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishga yordam beradi. Axir, siz umringizning eng sermahsul va navqiron yillarini vatan ravnaqi uchun, yurtimizning iqtisodiy qudratini mustahkamlash uchun bag'ishladingiz. Siz kecha-yu kunduz tinmay mehnat qildingiz, issiq-sovuq demay, oz mehnatingiz bilan har bir gishtni qo'ydingiz, har bir dehqonchilik mahsulotini yetishtirdingiz, har bir yosh avlodni tarbiyaladingiz. Zavodlarda, fabrikalarda, dalalarda, o'quv yurtlarida, tibbiyot muassasalarida, qurilish maydonlarida, qaysi sohada bo'lmasin, siz oz fidokorona mehnatingiz bilan mamlakatimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shdingiz. Sizning har biringizning tarixi bu nafaqat shaxsiy hikoya, balki butun bir avlodning mehnat qahramonligi, fidoyilik va matonat hikoyasidir. Shunday emasmi? Qani aytingchi, oramizda 30 yildan, 40 yildan, balki hatto 50 yildan ortiqroq mehnat stajiga ega bo'lgan azamatlarimiz, munis onaxonlarimiz bormi? Siz shuncha yil davomida halol mehnat qilib, davlatga ishondingiz, uning sizga bergan va'dalariga ko'z tikdingiz. Sizningcha davlat sizga bergan va'dasini unutdimi? Bugun sizning mashaqqatli mehnatingiz qadrlanyaptimi yoki shunchaki bir qog'oz parchasi bo'lib, ahamiyatsiz holatga tushib qoldimi? Sizning bu boradagi fikrlaringiz, mehnatingizdagi eng unutilmas onlaringiz, balki qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni, qanday yutuqlarga erishganingizni biz bilan bo'lishingizni istardik. Sharhlarda yozib qoldiring. Biz sizni eshitishga, sizning haqqoniy fikrlaringizni bilishga tayyormiz. Bu sizning ovozingiz, sizning tajribangiz. Hurmatli do'stlar, hukumatning qarorlari, qonunlardagi o'zgarishlar va pensiya tizimidagi yangiliklar haqida birinchi bo'lib, ishonchli manbadan ma'lumot olishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying, toki muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishdagi birinchi va eng muhim qadamingiz bo'ladi. Zero ma'lumotga ega bo'lish bu katta kuchdir. Biz har bir pensionerning o'z huquqlarini bilishi va ulardan to'g'ri foydalanishi, davlatning ijtimoiy siyosatidagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishi uchun astoydil harakat qilamiz. Bizning kanalimiz doimo sizning yonida, sizning huquqiy maslahatchi va himoyachingiz bo'ladi. Bir paytlar pensiya olish ancha oddiy va tushunarli jarayon edi. Odamlar mehnat daftarchasini olib borsalar, undagi yozuvlar asosida stajlari hisoblanardi. Belgilangan yoshga yetganda pensiyaga chiqishardi va har oy o'z vaqtida nafaqalarni olishardi. Hujjatlarning to'g'riligiga nisbatan jamiyatda va davlat muassasalarida ishonch yuqori edi. Nazorat tizimi ham hozirgidek murakkab va ko'p bosqichli emasdi. Odamlar o'z kelajaklariga nisbatan ancha ishonch bilan qarashardi. Ammo vaqt o'tishi bilan, afsuski, bu tizimda turli kamchiliklar, qolaversa, suiiste'molliklar ham yuzaga kela boshladi. Ba'zi insofsiz kishilar pensiya yoshiga yetmasdan turli soxta hujjatlar orqali nafaqa olishga harakat qildi. Yoki bo'lmasa, hujjatlardagi boshliqlardan, eski qonunchilikning ayrim qoidalaridan foydalanib, o'ziga tegishli bo'lmagan imtiyozlarni yoki yuqori miqdordagi pensiyalarni qo'lga kiritdi. Bunday holatlar nafaqat davlat budjetiga jiddiy zarar yetkazdi, balki eng asosiysi, halol mehnat qilgan, yillar davomida ter to'kkan haqiqiy pensionerlarning haqqiga xiyonat qilish edi. Bu ijtimoiy adolatsizlik hissini keltirib chiqardi va jamiyatda noroziliklarni kuchaytirdi. Mana shu sababdan ham hozirgi kunda pensiya jamg'armasi tomonidan keng ko'lamli, chuqur va har tomonlama tekshiruvlar boshlangan. Bu tekshiruvlarning asosiy maqsadi
pensiya tizimidagi shaffoflikni tubdan oshirish, adolatni tiklash, davlat budjeti mablag'laridan oqilona va maqsadli foydalanishni ta'minlash, shuningdek, kelajakda bunday suiiste'molliklarning oldini olishdir. Biroq ko'pchilikda haqli savol tugiladi. Bu tekshiruvlar kimlarga ta'sir qiladi va qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Sizning haqqoniy pensiyangizga hech kim tegmaydimi? Keling, shu haqda batafsil gaplashamiz. Xo'sh, kimlar xavf zonasida? Birinchidan, pensiya tayinlashda hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan fuqarolar. Misol uchun, mehnat daftarchasida yozuvlar aniq bo'lmasligi, ochirib yozishlar, ish joylari yoki ish staji haqidagi ma'lumotlarning tasdiqlanmaganligi, arxiv ma'lumotlari bilan mos kelmasligi. Ba'zida odamlar o'zlari ham bilmagan holda noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etgan bo'lishlari mumkin. Masalan, ish beruvchi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar tufayli. Bu holatlar tekshiruvchilarning diqqat markazida bo'ladi. Ikkinchidan, bir vaqtning o'zida bir necha manbadan pensiya olayotganlar. Afsuski, bu turdagi suiiste'molliklar ham uchrab turadi. Masalan, bir davlatdan pensiya olib turib, boshqa davlatdan ham pensiya rasmiylashtirish yoki bir necha turdagi nafaqalarni noqonuniy ravishda olishga urinish. Uchinchidan, doimiy yashash joyini o'zgartirgan, xorijga qochib ketgan, ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagan shaxslar. Bu holatda pensiya to'lovi to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Chunki qonunchilikka ko'ra, ma'lum sharoitlarda xorijda yashayotgan fuqarolarga pensiya to'lash tartibi o'zgarishi mumkin. To'rtinchidan, pensiya olgan holda norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday hujjatlarsiz, soliq to'lamasdan ishlashni davom ettirayotganlar, ayniqsa bu holat qonunchilikka zid bo'lgan taqdirda. Norasmiy bandlik nafaqat pensiya tizimiga, balki butun iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun ham davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Beshinchidan, nogironlik pensiyasini noqonuniy yo'l bilan, masalan, soxta tibbiy xulosalar asosida rasmiylashtirganlar yoki uning muddati o'tib ketgan, ammo qayta ko'rikdan o'tmaganlar. Nogironlik pensiyasi bu haqiqatan ham yordamga muhtoj insonlar uchun mo'ljallangan imtiyoz. Uni suiiste'mol qilish jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi. Oltinchidan, pensiya jamg'armasiga taqdim etilgan boshqa ma'lumotlar bilan nomuvofiqliklar mavjud bo'lgan fuqarolar. Masalan, shaxsiy pasport ma'lumotlari, fuqarolik holati yoki oilaviy ahvolidagi o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berilmagan holatlar. Bu toifalar albatta pensiya jamg'armasining diqqat markazida bo'ladi va ular yuzasidan chuqur tekshiruvlar olib boriladi. Endi esa kimlarga pensiya oshirilishi mumkinligi haqida so'z yuritaylik. Odatda qonunchilikka muvofiq ma'lum toifadagi fuqarolarga pensiya miqdori muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi yoki oshiriladi. Bularga masalan iqtisodiy o'sish va inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda barcha pensionerlarga umumiy pensiya oshirishlar kiradi. Shuningdek, yoshi ulug'lar, ya'ni 80 dan 90 yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar berilishi mumkin. Davlat mukofotlari unvonlari sohiblari, ba'zi bir kasb egalari, masalan, konchilar, harbiy xizmatchilar va boshqalar ham maxsus pensiya oshirishlariga ega bo'lishlari mumkin. Nogironlik darajasi o'zgargan fuqarolar uchun ham tegishli qayta hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Bu o'zgarishlar doimiy ravishda hukumat tomonidan qabul qilinadigan tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida kuzatiladi va belgilanadi. Asosiy maqsad ijtimoiy adolatni ta'minlash, jamiyatning zaif qatlamlarini himoya qilish va pensionerlarning turmush darajasini yaxshilash. Biroq har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham ba'zida murakkabliklar va tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Ba'zida halol mehnat qilgan odamlar ham o'z huquqlarini isbotlashda qiynaladilar, chunki ularning hujjatlari tartibda bo'lmaydi yoki ular byurokratik to'siqlarga duch keladilar. Bu esa ularning haqqoniy noroziligiga sabab bo'ladi. Davlatning vazifasi nafaqat suiiste'molliklarni aniqlash va ularga chek qo'yish, balki halol va vijdonan mehnat qilgan har bir fuqaroning pensiya ta'minotini kafolatlash, ularning huquqlarini to'liq himoya qilishdir. Bu vazifa juda mas'uliyatli bo'lib, davlat organlaridan katta e'tibor va shaffoflikni talab qiladi. Sizningcha, bunday qattiq tekshiruvlar kimlarga ko'proq ta'sir qiladi? Chin dildan, halol mehnat qilgan va umri davomida hech qanday qoidabuzarlikka yo'l qo'ymagan kishilargami yoki pensiya tizimidagi teshiklardan foydalangan va o'ziga tegishli bo'lmagan imtiyozlarni qo'lga kiritganlargami? Pensiya tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun qanday qo'shimcha choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz? Ehtimol, sizning shaxsiy tajribangiz, sizning takliflaringiz juda muhim ahamiyatga ega bo'lar.
Fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har bir kommentariya biz uchun qadrli va biz ularni diqqat bilan o'rganamiz. Sizning ovozingiz eshitilishi muhim. Xo'sh, agar siz yuqorida sanab o'tilgan xavf zonalariga kirmasangiz ham, bugungi kunda pensiyangiz barqaror va xotirjamlikda bo'lishi uchun nimalar qilishingiz kerak? Bu savolga javob berish juda muhim. Birinchidan, shaxsiy pensiya faylingizni, ya'ni pensiya jamg'armasidagi barcha hujjatlaringizni to'g'ri va tartibda ekanligiga to'liq ishonch hosil qiling. Barcha ish joylaringiz, har bir yillik stajingiz tasdiqlanganmi? Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv aniq va tasdiqlovchi hujjatlarga egami? Agar shubhangiz bo'lsa, hech ikkilanmasdan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling va barcha ma'lumotlaringizni to'liq tekshirtiring. Ulardan kerakli ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini talab qiling. Ikkinchidan, shaxsiy ma'lumotlaringizdagi har qanday o'zgarishlar, masalan, familiyangiz o'zgarishi, ayniqsa ayollar uchun turmushga chiqqanida, yashash joyingiz o'zgarishi, boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chganingizda, fuqarolik holatingizdagi o'zgarishlar, masalan, vafot etgan yaqinlaringiz bo'lsa va ularning pensiyalari sizga o'tishi kerak bo'lsa, yoki boshqa muhim faktlar haqida zudlik bilan pensiya jamg'armasiga yozma ravishda xabar bering. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning, ortiqcha sarsongarchiliklarning oldini oladi. Uchinchidan, agar nogironlik pensiyasi olsangiz, tibbiy ko'rikdan o'tish muddatlarini doimiy ravishda nazorat qiling va o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'ting. Tibbiy ko'rikni o'tkazib yuborish pensiya to'lovi to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, agar siz pensiya olgan holda ishlashni davom ettirsangiz, bu haqda qonunchilik doirasida pensiya jamg'armasini xabardor qiling va ish joyingizni rasmiylashtiring. Bu sizni noqonuniy faoliyatda ayblanishdan himoya qiladi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. Beshinchidan, agar siz pensiya tizimidagi o'zgarishlar yoki huquqlaringiz bo'yicha savollarga duch kelsangiz, malakali yurist yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qilishdan aslo tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan to'g'ri foydalanish bu sizning eng katta himoyangizdir. Davlat tomonidan pensiya olish huquqingiz bu sizning uzoq yillik mashaqqatli mehnatingiz natijasi. Shuning uchun uni himoya qilishga, uni asrab-avaylashga arziydi. Hujjatlaringizni tartibga solish, barcha ma'lumotlaringizni yangilab borish va qonunchilikdagi o'zgarishlarni muntazam kuzatib borish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi va sizning kelajakdagi xotirjamligingizni ta'minlaydi. Sizning haqqoniy mehnatingiz uchun olinadigan pensiyangizga hech kim tegmasligiga ishonch hosil qilish uchun faol bo'ling. Xo'sh, ushbu videoning boshida berilgan eng muhim va dolzarb savolga qaytamiz. Sizningcha, kimlarning pensiyasi to'xtatiladi? Bu savolning javobi bugun biz muhokama qilgan barcha jihatlar bilan bevosita bog'liq. Va eng muhimi, sizning haqqoniy pensiyangizga hech kim tegmasligi, sizning mehnat haqqingiz to'la-to'kis berilishi uchun siz nima qildingiz? Hujjatlaringizni tartibga soldingizmi? Pensiya jamg'armasiga murojaat qildingizmi? O'z huquqlaringizni puxta bilasizmi? Yoki shunchaki balki o'tib ketar, menga tegishli emasdir deb umid qilyapsizmi? Har biringizning javobi biz uchun muhim. Fikringizni, shaxsiy tajribangizni, o'zingiz duch kelgan muammolarni yoki ularning yechimlarini sharhlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qimmatli. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga ham ulashing, chunki pensiya taqdiri har birimizga tegishli bo'lgan eng muhim va jiddiy masala hisoblanadi. O'zingizni asrang, huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha